2017-yilda Toshkent tibbiyot akademiyasini tamomlaganimdan keyin Toshkent shahar OIDSga qarshi kurash markazida Yashnobod tumaniga biriktirilgan shifokor sifatida vrach epidemiolog lavozimida faoliyatimni boshlaganman, ish faoliyatimni. Birinchi bemorimni juda yaxshi eslayman va buni esdan chiqarish juda ham qiyin. Bu bemor HIV infeksiyasini 4-klinik bosqichida aniqlangan, og'ir, juda ham og'ir ahvolda kasallikning klinik belgilari yaqqol namoyon bo'lib turgan ayol kishi edi. Va xursand bo'ladigan jihatda ushbu bemorni 1 yildan keyin markazimizda yana qayta ko'rdim va tubdan o'zgargan bu ayol hayotga qaytgan, sog'lig'i tiklangan, oyoqqa turgan holatda edi va shuni tushunib yetdimki, HIV infeksiyasini og'ir so'nggi bosqichida aniqlangan har bir bemor hayotga qaytish imkoniyati mavjud, oyoqqa turish imkoniyati mavjud. O'z vaqtida dori preparatlarni muntazam qabul qilish orqali. Va bu juda katta faoliyatimizga motivatsiya beradi. Menda HIV infeksiyasi yoki HIV bilan yashovchi insonlarga nisbatan hech qachon qo'rquv bo'lmagan. Sababi tibbiyot akademiyasida ushbu infeksiya to'g'risida yetarlicha bilim, ko'nikma beriladi. Bemorlar bilan ishlashda muammo bo'lmagan. Sababi ular bilan yaqindan o'zaro do'stona munosabatda bo'lib, o'zaro ishonch shakllangan va qiyinchilik tug'dirmaydi. Shu o'rinda aytmoqchimanki, HIV infeksiyasi aniqlangan fuqaro o'z vaqtida dori preparatlarini qabul qilib, muntazam shifokor nazoratida bo'lish orqali qondagi virus yuklamasi aniqlanmaydigan darajaga tushsa, bu fuqaro atrofdagilar uchun epidemiologik xavf tug'dirmaydi. Shifokorni bemor bilan munosabatida do'stlik, ochiq, samimiy munosabatda bo'lishi juda muhim hisoblanadi. Sababi bemor o'zining hayotiy kechinmalarini, hattoki turmush o'rtog'iga aytolmagan sirlarini ham shifokorga ishonib aytadi va bu shifokorga bo'lgan ishonchi asosiy mezon hisoblanadi. Aynan shunaqa munosabatda shifokor bemorni hayotga qaytara olish, uni dori preparatlariga sodiqlikni ta'minlash, davo muolajalarini maqsadli qo'llashda bemorga bo'lgan munosabati va bemorning shifokorga ishonchi juda muhim hisoblanadi.